Ro'molimni yechmaslik uchun million gonorarlardan voz kechdim. Million pullardan, syomkalardan, sahnalardan, katta chiqishlarimdan, qolaversa, juda ham katta karyeramdan voz kechdim. Umra safariga borib kelganimdan keyin meni butun hayotim o'zgardi. Buni so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Shu kungacha shu kasbimda hech bir narsaga meni muhtoj qilmadi. Men endi buni ko'p intervyularimda o'sha boshimdan o'tgan sinovlarim haqida men gapirib o'tganman va Allohga hamd va sanolar bo'lsin, Alloh menga farzandimni qaytarib berdi. Uni hayotini qaytarib berdi. Va men o'sha umra safarida o'zimga o'zim savol berdim. Alloh menga eng yosh bo'lishimga qaramasdan turib menga unvonimni berdi. Eng yosh davlat mukofotlarini oldim. Sahnada juda katta karyera qildim, juda katta ijod qildim. O'zim xohlagan san'atkorlar bilan bitta sahnada raqs ijro etdim. Menga katta martaba berdi. Hamma narsani berdi. Uy berdi, mashina berdi, joy berdi. Men Allohga nima berdim? Men Alloh uchun nima qila oldim bu hayotda? Shuning uchun ham men o'sha umra safaridan keyin mana shu ro'molda qolishi o'zimga eng to'g'ri yo'l deb bildim. Bu qalb, ruhi masalasida, buni so'z bilan endi borganlar meni tushunadi, buni tushuntirib bo'lmaydi. Va men bu qadamimdan hech ham afsuslanmadim. Shu kungacha biron marta qalbimda 1% ham bo'lsa ham nimaga shunaqa qildim degan narsa o'tmadi. Hech bir narsadan hayotimda afsuslanmadim. Faqatgina rahmatli aytdim Allohga. Ishonasizmi? Katta gonorarlarim bor edi. Katta konsertlarim, pulli konsertlarim, pulli syomkalarim bor edi. Administratorimga telefon qilib, umra safarimdan keyin hammasini admin qiling dedim. Qanaqasiga deb ular xafa bo'ldilar mendan. Men oddiy shunaqasiga bo'ldi. Men bilmayman, raqsga tushgim kelmadi. Bormayman. Men endi bolalarim bilan ko'proq oilam, endi men ko'proq ustozlik qilaman deb shuni o'zimga yo'l qilib tanladim. Va ishonasizmi? Alloh juda mehribon. Men masalan oldin topgan gonorarimdan Alloh bugungi kunda menga 10 baravar meni rizqimni kengaytirib berdi. Har doim bitta narsani biling. Ro'mol hech narsaga to'siq emas, balki chiroyli, xayrli yo'l.